Abbosiylar davrida ham bir o'g'ri bo'lgan ekan. Ahmad ibn Asqola degan. U o'g'ri shogirdlariga vasiyat qilgan ekan. Ayollarni o'g'irlamaysizlar. Ayollarning narsasini o'g'irlamaysizlar. Kambag'alning narsasini o'g'irlamaysizlar. Olimlarning narsalarini o'g'irlamaysizlar. Va qayerda, kimni, qaysi ko'rinishda bo'lsin, bir narsasini olsangiz, yarmidan ko'pini olmaysiz. Eng ko'p yarmigacha olishingiz mumkin. Undan ko'pini olish mumkin emas. deb vasiyat qilgan ekan shogirdlariga. Qarang. Ayol kishini, qo'shnini, qo'shni qolib ketibdi. Ayol kishini, qo'shnini, kambag'alni, olimni tunamaysiz va boshqa joyda o'g'irlik qilar ekansiz, yarmidan ko'pini olmaysiz deb vasiyat qilgan ekan. Ya'ni bir so'z bilan aytganda pastkashlik qilmang degan ekanda. O'g'ri boshi o'g'irlardan pastkash bo'lmaslikni talab qilgan ekan. Hozirgi o'g'irlarda ham shunaqa bir qonunlar bormikin deb o'ylab qolasizda.